Mana bu Tianshan qo'chqorimizni ikkinchi bolasi bo'ldi. Mana bu birinchi bolasi Tianshan qo'chqorimizni. 11 kunlik bo'ldi. Mana 11 kunlik qo'ydimiz. Mana bu ikkinchi qo'chqor, ikkinchi bolasi Tianshan qo'chqorimizni. İkinci bolasi mana onasi. Mana bugun tug'ildi. 1 soatcha bo'ldi tug'ilganiga. Tug'ilib, onasini emib, mana endi damdali yotibdi. Ikkala qo'zimiz ham sog'liq Xudo berib baraka ham bo'ldi bular.